Polycystic ovarian syndrome, or PCOS, is one of the most misunderstood hormonal conditions in women because it is not a single disease. It's a communication problem between the brain, the ovaries, and metabolism. Bugungi kunda dolzarb kasalliklardan biri bo'lgan ayollar bepushligi va ularning sabablaridan biri tuxumdonlar polikistozi sindromi. Bu shunday jarayonki, ayol organizmida jiddiy ko'zga tashlanadigan o'zgarishlar bo'lmaydi. Faqat ultratovush tekshiruvda tuxumdon po'stloq qavatini haddan ortiq qalinlashib ketishi hamda follikula yetilmasligi bilan yuzaga keladigan patologik jarayon hisoblanadi. Bugungi kunda ginekologlarimiz kasallikni davolashda bor e'tiborni konservativ yoki gormonal terapiyaga qaratishadi. Bu doimo o'zini kutilgan samarasini bermaydi hamda uzoq vaqt talab qiladi. Lekin endi xirurgiya hamda endoginekologiyada bu o'zini mukammal yechimiga ega. Bu jarayonda avarian drilling, ya'ni tuxumdonlar kauterizatsiyasi tashrihi amalga oshiriladi. Jarayon birinchidan murakkab emas, ikkinchidan kam vaqt talab qiladi hamda juda ham effektiv hisoblanadi. Shuning uchun agar sizni shu va shunga o'xshash kasalliklar bezovta qilayotgan bo'lsa, birinchi o'rinda ginekolog bilan maslahatlashing. Agar sizda tuxumdonlar polikistozi sindromi aniqlanayotgan bo'lsa, bizga murojaat qiling. Sizga malakali tibbiy xizmat ko'rsatishni va'da beramiz.